Bu ertalab turdik. Mana erkatoy qizimiz quchog'imizga chiqib olib o'tiribdi. Nima qilsamikin deb, nimadan shumlikni boshlasammikin deb turibdi. Bu juda ham erka qizda. Biz buni qizim deb ataymiz. Mana haligi tegmaganga tosh otib, tekkan bilan oxirigacha olishib yuradigan qizda bu. Hozir bu mani tishlashga popitatsiya qilyapti. O'zi ham bilmayapti nima qilishdi. Xullas kunimiz har kuni shu qizni mana shunaqa nimalaridan boshlanadi. Juda ham shirin, asalcha qiz. Bu qizning istoriyasi juda ham qiziq, chunki buni onasi va ukalari, ikkita ukasi bo'lgan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, davomi